Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi murojaatimizda artroz kasalligi to'g'risida qisqacha tushuntirish, ma'lumot bermoqchi edik. Chunki bu kasallik odatda aholi o'rtasida ko'proq uchraydi. Biz 21-noyabr chislosida kanalimizda, Telegram kanalimizda o'tkazgan so'rovnomamizda salkam 200 ta bemor qatnashgan. Shularda 24% qizda bo'g'im artrozda uchrashi qayd etilgan. Bu ancha yuqori ko'rsatkich. Endi bu yerda artroz haqida tabiiyki bemorlarda savollar va har xil fikrlar paydo bo'ladi. Bugungi murojaatimizda mana shu savollar va paydo bo'lgan fikrlar qanchalik to'g'riligi haqida fikr yuritamiz. Demak, eng ko'p uchraydigan savollardan birinchisi artroz faqat keksalarda bo'ladi. Juda ham to'g'ri fikr emas. Tibbiy statistikada artroz kasalligi yosh kattalarda ko'proq uchrash ehtimolligi oshishi qayd etilgan. Lekin bu yoshlarda uchramaydi degani emas. Masalan, yoshlarda ham oxirgi paytda tajribamizda artroz kasalligini uchrash holatlari ko'payyapti. Bunga shu yoshlarda bolalik davrlarida o'tkazilgan travmalar yoki xondropatiyalar sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi ko'proq uchraydigan fikr artroz, demak bu bo'g'imlarga tuz yig'ilsa. Juda ham to'g'ri fikr emas. Bu tuz deganda nima e'tiborga olinyapti, shunga e'tibor berish kerak. Masalan, agar bu tuz deganimizda masalan oddiy tuz, ya'ni suvga tasda erib ketadigan tuz nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Bo'g'imda artrozda bu tuz emas, ko'proq ortiqcha moddalar yig'ilishi va keyinchalik kalsinoz rivojlanishi ahamiyatli. Keyingi ko'proq uchraydigan savol va fikr bo'g'im og'risa harakat qilmaslik kerak. Xato fikr. Bo'g'imda og'rishi uni har doim harakatda cheklashishiga sabab bo'ladi deyish ham to'g'ri fikr emas. Masalan, bo'g'imda shish paydo bo'lgan bo'lsa, biz harakatni cheklaymiz. Lekin og'riq bo'lsa, harakatni to'g'ri cheklamaslik kerak. Bunda harakatni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak. Masalan, biz ko'proq yuksiz harakat qilishni tavsiya qilamiz. Bunga velotrenajyor, suzish, o'tirgan va yotgan holatda mashqlarni bajarish kiradi. Keyingi fikr artrozni to'liq davolab bo'lmaydi. Qisman noto'g'ri. Artrozda bosqichlari bor, rentgen bosqichlari bor, uni 4 ta bosqichi bor. Agar mutaxassisga qancha vaqt o'tkazisangiz, mutaxassis sizni tekshirib diagnoz qo'ygandan keyin o'sha bosqichlarda rivojlanmasligi uchun harakat qiladi. Shuni e'tiborga olish kerak. Keyingi fikr, agar og'riq bo'lmasa, kasallik yo'q. Bu ham juda to'g'ri fikr emas. Artrozda boshlang'ich bosqichlarda og'riq bo'lmasligi mumkin, lekin og'riqning bo'lmasligi davolanmaslikka asos bo'la olmaydi. Keyingi fikr, faqat dorilar kifoya qiladi. Bu yangi fikr. Artrozda muolajasida faqat dori-darmonlar bilan cheklanib qolmaslik kerak. Dori-darmonlarni o'z vaqtida ishlatishda ahamiyati katta. Lekin bu yerda dori-darmonlardan tashqari kompleks chora-tadbirlar qilinadi. Demak, shu dori vositalari bilan birgalikda fizioterapevtik muolajalar, keyin shifobaxsh jismoniy tarbiya, sanatoriy kurort davolanishlar ham ahamiyati nihoyatda katta. Agar sizda artroz yoki boshqa revmatologik kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilib, vaqtida samarali yordam olishingiz mumkin. Bizning klinikamizda revmatologik kasallarni erta tashxis qo'yish, ularga samarali yordam berish bo'yicha zamonaviy shart-sharoitlar yaratilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.